ustozimiz kompyuter aktivatsiya bo'lmagan ekan, ikkita qadam bilan aktivatsiya qilib qo'yamiz. Hop, Telegram kanalimizga ko'rsatamiz. Aktivatsiya fayl tashlab qo'yaman. Faylni ko'chirib olasizlar va faylni ichiga kirib olamiz. Bu faylni ochishdan oldin himoya tizimini o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Faylga kirishimiz mumkin. Bu joydan qabul qilindi bosib qo'yamiz. Bir raqamni bosib qo'yamiz. Aktivatsiya bo'lishni boshladi. Ishimiz yakunlandi.